Hürmetli körmenler, körüvatkanlar Erkin Asya Radyosu. Biz Yaponiyanın paytaxtı Tokyo şəhərindən naq meydan anlatış beriyatırız. Bugün bu sorunda Dünya Uygur Kurultayı uğurlaştırgan Xalqara Uygur Forumu. Dünyavi parlamenterlar yığını içilip atıdı. Bu yığını Dünya Uygur Kurultayı, Yaponiya Parlamenti Uygur Dostluk Korpusu, Yaponiya Uygur Cemiyeti, Xitayga qarşı Parlamentlar İttifaqı qatarlıq təşkilatlar və organlar birlikdə uyuşturğan. Bu yığın 2 gün davamlaşıdı. Yığının tuncu günü, yani içiliş murasimi bu mehmanxanada boludu. Ertesi Yaponiya Parlamentida, ögünsümü Yaponiya Parlamentida içilip bir qur yaxşı fəaliyyətlərdən keyin axırlaşıdı. Fəaliyyətimizin təfsilatını izchil diqqətinizə sunumuz. Ondaqda bu fəaliyyətni təşkil etmişlərdən birisi bolğan Yaponiya Uygur Cemiyeti'nin raisi Ahmetcan Letip biz bilan turibdi. Ahmetcan, ondaqda bugünkü fəaliyyətinizin bir təfsilatı, bugünkü bu aldığımız 2 günlük fəaliyyətdən erişməkçi olğan nəticələr haqqında azraq sözləp bergen bolsunuz. Buldu, rahmet. Xəbərinizdə bolğandək bu fəaliyyət bütün dünyadakı şu Uyğur qırğınçılığına münasibətlik aktiv fəaliyyət qılıb atqan siyasi yollar, jurnalistlar, akademiklarni bir yerə yığıb Uyğur qırğınçılığını tosuşda dünyavi bir güç şəkillendiriş, güç birliği şəkillendiriş məqsəd qılıb bunu uğurlaşdırıyatımız. Biz Yaponiya Uyğur Cemiyeti bunun bir təşkilləyici sahibxanı bolu sübütümüz bilen bu fəaliyyətinki közlegen, hatta közlegen biz közlegen əslidəki önümdümüz yuqarı bir yuqarı seviyede, yuqarı bir netice bilen vücudqa çıkışı ahırlaşı üçün kolumuzdan keldiğen bütün tirişçiliklarni Yaponiya turuyatqan Uyg'urlar biz köstimiz. Bu faaliyetimizin meyli Yaponiyanın parlamenti bolsun, hükümetleri bolsun, başka jurnalist, akademikler bolsun, nayet aktif iştirak qilmoqchi ertadan başlap Allah xalisa xalqimizga bir yeni bir şu qirg'inchilikni to'sish uchun yeni bir dunyoviy kuchning shakllanishige bir boshlang'ich yo'l hazırlandı deb shuning ishonamiz. Rahmat. Rahmat sizga xizmatingizning natijalik bo'lishini tilaymiz. 協力し、合同で国際ウイグルフォーラムを開催することとなりました。Yaponiya vaqti 29 oktyabr kechqurun Tokiodagi Metropolitan mehmonxonasida Xalqaro Uyg'ur munbiri Dünya Parlamentlar Kengashi yig'inining ichilish murosimi rasmiy boshlandi. İçiliş so'zi oldi bilan Yaponiya parlamentining a'zosi Yaponiya parlamentining Xitoydagi kishilik huquq tafsandichiligini tekshirish va tadbir elish kengashining ijroiya raisi Hirofomi Shimimura apandining nutqi bilan boshlandi. Hirofomi Shimimura apandi so'zida Yaponiyaning Osiyodagi eng muhim demokratik davlat bo'lish sifati bilan dunyodagi kishilik huquq tafsandichiliklariga yaqindan diqqat qilib kelayotganligi, bo'libmi Xitoyning Uyg'ur rayonida yaqinqi bir qancha yillardan buyon yurgizib kelayotgan yuqori besimli bostirish siyosati va insoniyatga qarshi qilmishlarga jiddiy ravishda diqqat nazarini og'dirib kelayotganligini bildirdi. U yana Yaponiyaning demokratik qimmat qarashiga ega bir davlat bo'lish sifati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Uyg'ur masalasidagi maydoni va tortishmalarga aktiv inkas qaytirib kelganligi, garchi Yaponiya parlamenti va hukumati hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini ochiq-oshkora e'tirof qilgan biror qaror ololmagan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizib kelayotgan bostirish siyosatlarini izchil turda ayblab kelganligini, buningdan keyin bu jihatda texmi ilgirlagan holda inkos bildirish mumkinchiligining zo'rligini ta'kidlab o'tdi. Onundan keyin Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqun Eysa Efendi qarşı ediş nutqi sözüldi. O içilish murasimida radyomuzning ayrim ziyoratini qabul qilib, bu qatim Yaponiyada içilgan Xalqaro Uyg'ur munbiri yig'inining oz deganda 2 turlik jiddiy taqozo va nishonni ko'zlab uyushtirilganligini ta'kidlab o'tdi. Dolqun Eysa Efendi yana bu qatim Yaponiyada ichilayotgan bu yig'inning xili burunla Xitoyga nisbatan besim va signal berganligini, Xitoyning qandoq to'sqinlik qilishidan qat'iy nazar bu yig'inning o'z qarorida muvaffaqiyatli boshlanganligini eskartib o'tdi. Ondaqda Dolqun Eysa efendim bugünkü şu yig'inlarning ichilish murosimi. Bu Yaponiyaga o'rlashtirishingdagi sabab nima?
Endi bu Yaponiyadagi emish yig'inni o'rlashtirish orqali nima maqsadni qo'lga keltirmoqchisizlar? Nima natijaga erishmoqchi? Bu Uyg'ur erk qirg'inchilik davom qilayotgani 5-6 yil bo'ldi. Bu 5-6 yildan buyon dunyoning har yerida, mayli biz dunyo qurultiyi bo'layli, boshqa tashkilotlar bo'lsin, bu Uyg'ur erk qirg'inchilikqa nisbatan bir to'xtatish uchun xalqaro bir lobby faoliyatlarini olib bordik. Buning belgilik natijalari bo'ldi. 10 davlat Uyg'ur erk qirg'inchiligini to'nigan bo'ldi, parlamentlar, bir hukumat Amerika, Yevropa parlamenti o'xshaydigan. Ama dünya yalnız Avrupa ve Amerika kıtası diyenlikten emas. Dünyada Latin Amerikası var, Afrika var, Asya var. Şununla biz bu katım Japonya'da işimizin mühim sebeplerinin birisi Japonya Avrupa'daki, dünyada, Asya'daki iktisadi en zor iktisadi güç, dünyadaki en zor iktisadi güç ve şundakla Asya'daki en demokratik iktisadi bir güç. Şununla biz hem Xitayga chegara bir yerde etiş arkalık Asya devletleri hazırgıcı Uyghur erk qirg'inchiligi toza tunish bo'lmagan va yoki jim turmagan har qaysi sabablardan arqagan bu hareket vaziyatni jimjilikni biroz buzish orqali boshqa Asya va Asya Pasifikdagi devletlarni, xalqlarni, matbuotlarni hareket keltirib bu Uyghur erk qirg'inchiligini bu devletlarda yeyish ve bu devletlerinin qo'llashini qo'lga keltirish. Yaponiya bilganingizdek Uyghur erk qirg'inchilik deb qabul qilmagan bo'lsa-mu parlamenti Uyg'urlar tunji Yaponiya parlamentida 3-bir millat yoki davlat haqida tunji qatim mushundaq bir qaror olgan. Bu mu Uyg'urlar haqida bo'ldi. Buningda hem Avam palatasi ve hem Kengesh palatasi nayiti yuqori darajadagi inson haqqiga tajovuzchilik bo'ladi dedi. Demek bu bizim için yaxshi başlangıçtı. Anından keyin Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi bor, aytib kuchlik birga hamkorlashib ishlayotgan. Shuningga biz buni model qilish orqali Osiyodagi davlatlarga yeyish, anından keyin deganimizdek bu davoni Yevropa, Amerikada qildik. Ammo qadam bosqich bilan Xitoyga yaqin qo'shni bir yerga yetkash. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat. Aralıqda muaciratda yaşayotgan Uyghur san'atkorlaridan Shuhrat Tursun qatorliqlarning o'rindoshida Uyghur muqamlardan ariya o'rinlandi. Dutar tamburining mungluq tangishida aytilgan Uyghur muqamining kuy nag'malari butun zaldagilarning kayfiyatini yuqori ko'tardi. Shundaqla Uyghur milliy san'atining mislisiz go'zal kuyini namoyon qildi. İçilish murosimining oxirida intayin ta'sirli bir suhbat uyushtirildi. Defining crisis of our time. Yaponiya parlamentining eng yosh a'zosi, Yaponiyadagi Uyg'urlar orasidan yetishib chiqqan ayol siyosiyun Arfiya eri naq maydon suhbatining qimmatli mehmoni sifatida o'zining Yaponiya parlamentiga a'zo bo'lib saylanishidagi jafoliq siyosiy musofisi, o'zining bir Uyg'ur farzandi bo'lish sifati bilan navbatdagi Uyg'ur bo'lgan qarashlari, Uyg'ur qirg'inchiligi davom qilayotgan navbatdagi vaziyatda o'zining ham Yaponiya parlamentining a'zosi, ham bir Uyg'ur farzandi bo'lish sifati bilan o'ylaganlari va his tuyg'ularini ta'sirli nutq bilan anglatdi. Oxirida u o'z nutqini tutqundagi shoir Abduqodir Jaloliddinning lagerda turib yozgan Yonarim yo'q nomli she'rini ham Uyg'urcha, ham inglizcha deklamatsiya qilib butkul maydonni larziga keltirdi. I'll read it in Uygurcha, and then in English back and forth, if that's all right. Yanarım yok, Abduqodir Jaloliddin. Bir bulumda yaganından nigarım yok. Keçileri kara bastı, tumarım yok. Bu hayattan özge yana kumarım yok. Cimciklikta xiyal ezdi, amalım yok. In this forgotten place, I have no lover's touch. Each night brings darker dreams. I have no amulet. My life is all I ask. I have no other thirst. These silent thoughts torment. I have no way to hope. Men kim idim, nime buldum bilenmedim. Kimge değmen dil sözümni diyenmedim.
Ya peleknem koy pelini sezelmedim. Yardışınga baray değmen karayım yok. Who I once was, what I've become, I cannot know. Who could I tell my heart's desires? I cannot say. My love, the temper of the fates, I cannot guess. I long to go to you, I have no strength to move. Pesıllarını bilip durdum, bürceklerden. Hiçbir haber alamadım, çiçeklerden. Bu seviniş ütüp gitti, süreklerden. Kandak yer bu, bararım var, yanarım yok. Through cracks and crevices, I've watched the seasons change. For news of you, I've looked in vain to buds and flowers. To the marrow of my bones, I've ached to be with you. What road led here? Why do I have no road back home? It is my sincere hope that there are roads back home, and I thank you all for the courageous work that you do every day. Hürmetli radyo anlıqçılar, Tokyo'da içilayotgan Xalqaro Uyg'ur munbiri Dünya Parlamentlar Kengashining içilish murosimidan naq maydon xabar berdi. Hürmetli görürmenler, körüvatkanınla Yaponiyanın payitaxtı Tokyo şehrinden berivatkan naq maydon anıltışımız. Bugün bu sorunda Dünya Uyghur Kurultayı Qatarlıq təşkilatla uğurlaştırgan Xalqaro Uyghur munbiri'nin içilish murosimi bo'lib o'tdi. Bu Yaponiyada o'tkazilayotgan bu faaliyetni Dünya Uyghur Kurultayı, Dünya Parlamentlar İttifaqı, Yaponiya Uyghur Cemiyeti Qatarlıq təşkilatlar birlikte uyuşturgan bugün bu yığın galibilik ayaqlaşqan boldu. Yığınınki 2 günlük qismi Yaponiya parlamentida o'tkazildi. Şu yerden sizlarga naq maydondan anglatish beramiz. Görüşküçe aman bo'linglar. Xeyr xo'sh.